Bu yer Ronaldo Arabistoni emas. Saudiyalik jurnalist Krishtianu Ronaldoni keskin tanqid qildi. Saudiya Arabistonining taniqli jurnalisti, mashhur teleboshlovchi Valid Al-Falaj Al-Nasr klubi hujumchisi Krishtianu Ronaldoning so'nggi vaqtlardagi xatti-harakatlariga nisbatan keskin va ochiq tanqid bilan chiqdi. Jurnalistning fikricha, portugaliyalik futbolchi o'zining yulduzlik maqomidan haddan tashqari ko'p foydalanmoqda va mahalliy futbol muhitiga hurmatsizlik qilmoqda. Al-Falaj Ronaldoning ayrim qarorlari va ommaviy norozilikni Saudiya Pro Ligasi sha'ni va nufuziga putur yetkazuvchi holat sifatida baholamoqda. Al-Falaj Ronaldoning ayrim qarorlari va ommaviy noroziliklarni Saudiya Pro Ligasi sha'ni va nufuziga putur yetkazuvchi holat sifatida baholamoqda. Hurmatli Al-Falaj, sizga savolim: o'tgan yillarda Saudiyaga tashrif buyurgan Donald Trampni kutib olish jarayonida bir necha o'nlab ayollarning beo'xshov harakatlari haqida eslatmoqchiman. Shu payt Al-Falaj qayerda edi? Ronaldo o'z o'rnini bilishi shart. Bu yer Saudiya Arabistoni. Ronaldo Arabistoni emas. U bu yerda olayotgan ulkan maoshini Yevropada hech qachon olmagan. Agar u bu ligani hurmat qilsa, unda bu yerda qolishining ham hojati yo'q. Hurmat qil yoki ket, deya qat'iy bayonot bilan chiqdi Al-Falaj. Jurnalist shuningdek Krishtianu Ronaldoning Saudiya Arabistoni suveren investitsiya foni PIF tomonidan olib borilayotgan siyosatdan ochiq norozi bo'ldi. Al-Nasrning ayrim mashg'ulotlari va uchrashuvlarini sababsiz o'tkazib yuborayotgani ham qattiq tanqid qildi. Bu holat klub ichidagi muhitga salbiy ta'sir ko'rsatayotgani va jamoa intizomiga putur yetkazayotganini aytdi. Ta'kidlashicha, agar Krishtianu Saudiya Arabistonini tark etishga qaror qilsa, bu liga uchun nafaqat sport, balki marketing va imij jihatdan ham jiddiy yo'qotish bo'lishi mumkin. Chunki aynan Krishtianu Ronaldo Saudiya futbolining global miqyosda tanilishda muhim rol o'ynab kelmoqda. Shunga qaramay, mahalliy mutaxassislar fikricha, hech bir futbolchi, hatto Ronaldo darajasidagi super yulduz ham Saudiya futboli va uning tizimidan ustun qo'yilmasligi kerak.